Hammaga salom. Xo'p, hammaga salom. Meni kuzatayotgan barchalarga salomlar. Bugun biz Pythonning birinchi darsini o'rganamiz. Python o'zi nima desangiz, Python bu ITning bir tili hisoblanib, ya'ni bir turi hisoblanib, biz bunda har xil botlarni yoki o'yinlarni, ba'zida AIga, ya'ni ChatGPTga o'xshash AIlarni ham yaratib olishimiz mumkin. Ularni keyinchalik o'rgataman. Hozirda boshida konsolda ma'lumotlarni konsolda chop etish. Hop. Demak, bu yerda biz birinchi o'rganadigan kodimiz print kodi bo'lib, bu kodda istalgan ichida yozilgan ma'lumotlarni konsolda chop etadi. Masalan, bu yerga salom deb yozsak, konsolda ham salom so'zi chiqib keladi. Demak, sizlarga savol: biz bu yerda qanday qilib ushbu tarzda yoza olamiz? Ya'ni qatorma-qator qilib. Ba'zilar buni shunchaki bitta printning ichida yana bitta ochib yozib ketishadi, lekin bu narsa xato. Sababi bularni bitta print ichida bo'lgani uchun ushbu narsaga o'xshab qo'shib beradi. Lekin buni bitta printning ichida ham yozsak bo'ladi. Uni keyinroq o'rganamiz. Buni qilish uchun yana alohida print ichida ushbu so'zni yozsak, ular qatorma-qator tushib beradi. Mana. Endi sizlarga yana bir savol. Bu yerda masalan printning ichida arifmetik amallarni yozsak nima chiqarib beradi? Ba'zilar buni 5 deb o'ylashadi. Mana 5 chiqadi. 5 emas, 10 deb. Chunki 20 dan 10 ni ayirib javob 10 chiqadi deb o'ylaydi. Yo'q. Sababi bu yerda string metodi ishlayapti. Bu metodni keyinchalik yana to'liqroq o'rganamiz. Agar buni shunchaki ayirish amallar qilish uchun nima qilish kerak desangiz, shunchaki buni qo'sh tirnoqdan tashqarida yozib qo'ysak yetadi. Ya'ni bu yerda endi uning javobini chiqarib beradi. Pythonda ham matematikaga o'xshagan har xil amallar mavjud. Hop, qo'shish, ayirish, ko'paytirish hamda bo'lish. Demak, bularning barchasini javoblarini chiqarib beradi. Mana barchasini javoblarini chiqarib beryapti. Endi bizda ko'paytirishning yana bir turi mavjud. Ya'ni print ikkitalik yulduzchaligi. Ikkinchi darajasi yo'qman. Kichkinaroq son yozsak tushunarliroq bo'ladi. 2 ning 3-chi darajasi 8 ga teng. Mana. Demak, bu yerda ikkita yulduzcha darajaga oshirib berar ekan. Birinchi keltirilgan son aynan qaysi sonni darajaga oshirib berish kerak va ikkinchi keltirilgan son aynan necha darajaga oshirib berish kerakligi yozilgan. Demak, endi bo'lishni ham har xil turlari mavjud. Ko'rib turganingizdek, bu yerda bo'lishni berganimizda ham butuni, ham qoldig'ini chiqarib beryapti. Biz buni faqat butunni chiqarib berish uchun nima qilishimiz kerak? Shunchaki bu yerga ikkitalik qiyshiq chiziq qo'yib qo'ysak yetadi. Xo'p. Mana ikkitalik qiyshiq chiziq qo'yib qo'ysak, buning butunni, ya'ni 2 ni hozir chiqarib berish kerak. Mana. Demak, buni butunni ham chiqarib beradigan bo'lsa, demak, albatta qoldig'ini ham chiqarib beradigan bo'lishi kerak. Print orqali bu yerga 20 ni 10 ga qoldiqli bo'lish. Va bu yerda 0 kelib chiqadi. Chunki qoldig'i 0 ga teng. Bu yerda masalan 9 ni qo'ysak 2 chiqib keladi. Mana. Bu yerga 9 ni qo'ysak 2 kelib chiqadi. Demak, xo'p.
bugungi mavzu shulardan iborat edi. Xo'p, keyin bu yerda yana bir narsa, ya'ni bu saytga qanday qilib kiradi desangiz, noutbukdan Google Chrome'ga kirib, bu yerga programmist Python deganini tanlab, uning birinchi chiqqanini bossangiz, ushbu veb-saytga o'tib beradi va bu yerda keltirilgan ma'lumotni chiqarish uchun ushbu run tugmasi orqali buni konsolda chop etishingiz mumkin. Bu video biroz qisqa bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bu video qisqa bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin keyingi darslarimizda anchagina uzunroq video chiqarishga harakat qilaman. Meni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.